Assalomu alaykum. Hammaga mana bugun biz MacBook Air 2011-yil modelini ochib ko'rsatamiz. Bu modelni hozir men pochtadan oldim. Pochtalarga rahmat, uyimga tashlab ketganim uchun. Bu model men eBaydan oldim. Bu eng oxirgi 2011-yil iyulda chiqqan modeli. Ekranining razmeri 11 dyum. Ichidagi hardware'lariga keladigan bo'lsak, 4 GB RAM, 128 GB 128 GB hard drive, uzun hard drive. Operatsion sistemasi OS Lion. Bismillah deb ochamiz. Turganlarda Apple har doimgi ingichka korobka, oddiy, juda ham bunaqa kerak emas narsalar so'plashamaydi ichiga. Korobkasini ko'rib turibsizlar, 2010-yil korobkasi bilan bir xil. Korobkasiga hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Ichidagi xudo xolasa 2011. Birinchi ko'radigan narsalar Apple MacBook Air. Oldingisida mana yonida anaqasi bo'lardi, bunisi toptashadi. Chargerlarni qo'yadigan joyi bo'lardi. Bunda yo'q. Menimcha ichida endi. Uzr. Chekib yoptiramiz buni hozir. Ichida nima olasizlar? MacBook Air olsanglar korobka ichida dokumentlari bor. Dokumentlari oddiy o'sha qanaqa qilib ishlatishi yozilgan. Ichida nakleykalari bor, menimcha точно nakleykalari bor. Garantiya dokumentatsiyasi bor. Men точно bilaman, hech kim buni o'qimaydi. Chetga olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Korobka ichida yozadi. MacBook Air anaqa operatsion sistemasi anaqa o'zi bilan ichida keladi. Hech qanaqa disk yo'q. Kabeli bor mana. Meniki amerikanskiy kabel ko'rib turganinglardek. O'shan arzonroq bo'lgani uchun amerikanskiysini oldim. Uni o'zgartirish qiyin emas. Shunaqa charj qiladigan kabeli bu. Bilan sekin-sekin olib turamiz. MacBook Air'ni ko'ramiz. Men bo'lganda MacBook va Apple mahsulotlar, boshqa mahsulotlarni juda ham yaxshi ko'raman. Puliga ozgina qimmat. Sifati juda ham yaxshi. Uni ko'ramiz. Yonida mana Thunderbolt degan yangi anaqa bor. 10 gigabaytgacha anaqani o'tkazadi. Transfer data transfer. Bitta USB, keyin bu yoqda MagSafe bor, charj qiladigan joyi. Yana bitta USB, keyin naushnik qiladigan joy, mikrofon. Bo'ldi. Shunaqa narsa keladi. Endi ochamiz, sekin yoqamiz. Bu MacBook Air SSD flash drive ishlatadi, hard drive o'rniga oddiy eski anaqani disk o'rniga. O'shaning uchun buni yoqilishi va ishlashi juda ham tez. Oddiy katta desktoplarni anaqasidan qolishmaydi. Keyboardi ham buni, keyboard 2011-yilgisini keyboardi ichida tagida LED anaqalar bor, fonarchiklar bor. 2010-yilgisida yo'q edi. Bo'ldi, men endi buni hozir setup qilaman. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, savollar bo'lsa komment bo'libida qoldiringlar. Kattakon rahmat. Hammaga xayr.